Nevada shtatining markazida joylashgan olovli vodiyning tog'larida aylanib yurib maza qildim. Chunki bu nafaqatgina qadimgi tog'lar, balkim juda ham toza tog'lar. Qachonlardir o'zimizni tog'larda ham aylanib yurgandim. Aynan vodiy va Toshkentning o'rtasida Qamchiq Perivalidagi tog'larni ko'rib, ancha xafa bo'lgandim. Chunki u yerda shunaqa bir gaplar yozilgandi. Sardor Nasibani sevadi. Keyin bu tog'larni ham yaxshilab qarasam, beparosatlar hamma joyda yetarlicha. Qaranglar, mana yozib qo'yibdi. Hernan Oliviyani sevadi. Sevmaygina. O'zini sevgisi haqida shu yerda ham yozadimi? Axir agar e'tibor bilan qarasanglar, bu yerda qadimgi petrogliflar qoldirilgan. Ya'ni shunaqa bir hindularning qabilasi bo'lgan payutlar. Ular 4000 yil oldin mana shunday petrogliflarni qoldirishgan edi. Axir bu petrogliflarni yoshi Rim imperiyasidan ko'ra kattaroq. Bu yerda hindular bilan gaplashdik va ma'nosi haqida bizga qisman aytib berishdi. Mana marhamat. E'tibor beringlar, o'ng tomondagi xoch. Bu aslida xoch emas, bu kompas va bu endi 4000 yil oldin chizilgan-ku. Bilasizlar, xristian dini esa 2000 yil oldin paydo bo'lgan. Chap tomoniga e'tibor bilan qarasanglar, bu ov jarayoni, bu yerdagi shamanlar va qolaversa bu yerdagi o'sha mavjudotlar. Qolgan qismini aytib bermaysizlarmi desam, qolganini bilmaymiz. O'zingiz bilgandek o'zingiz uchun tarjima qilib olavering deyishdi. Shuning uchun o'zim mag'zini chaqishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan birgalikda. Mana qaranglar. Menimcha bu qadimgi hindular o'z yoshlariga har xil nasihatlar qoldirib ketgan bo'lsa kerak. Mana qaranglar. Mana yozilgan. Yoshlarimiz buzilib ketmoqda. Qo'llariga kitob olmayapti. Mahalla va hokimiyat qayerga qarayapti? Bunaqa gaplarni o'qiganimda men hamisha o'zimni eng hurmat qilgan satirigim Mixail Mixailovich Jvanetskiy gaplarini eslayman. U esa shunday degandi. Agarda siz yoshlarimizni urushni boshlagan bo'lsangiz va yoshlarimizda kamchiliklarni qidirishni boshlagan bo'lsangiz, demak, assalomu alaykum, qarilik. Shuning uchun ham bilasizlarmi, men O'zbekiston yoshlarini shaxsan o'zim juda ham hurmat qilaman, juda ham yaxshi ko'raman. Meni shaxsiy fikrimga ko'ra, ular eng ziyoli, eng o'qimishli va eng ekstraordinar yoshlar. Shuning uchun ham ushbu fursatdan foydalanib, O'zbekiston yoshlariga murojaat qilmoqchiman. Aynan yoshlikda ko'proq o'zingizlarni ustingizda ishlashga harakat qilinglar. Chet tillarni o'rganinglar, ona tilimizni unutmanglar. Eng asosiy bilimni aynan yoshlikda olishga harakat qilinglar. Chunki yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh.